Kim baqiryapti? Bo'ldi, ko'rib oldim qaysi tarafga ketayotganingni. Ahmoq mer. Nima mer? Qayoqqa ketyapti? Tushunsin, bu yana kim? Axir bu shu uyni menga bergan jitel-ku. Qiziq. Qadrli tomoshabinlar, video boshlanishidan avval sizlardan kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni so'rab qolaman va ketdik. Nima uchun merni kuzatyapti va mer nimaga yarim kechasi ketib qoldi ekan? Qiziq. Hammaga salom do'stlar. Mening ismim Bronman va yangi videoga xush kelibsizlar. Ko'rdinglarmi nima bo'ldi hozir? Mer o'rmonning ichiga kirib ketdi. Ana bu bezor jitel esa shunchaki uni orqasidan kuzatib borib, ahmoq mer bilib oldim deb gapirib turgandi. Ha, uyquni ham belga tepishdi. Endi bilmadim, olma yeb hozir tak soat necha bo'libdi? Yarim tundan o'tibdi-ku, soat 3 bo'lyapti. Bular esa uxlamasdan bir-birini poylab yurishibdi. Qoyil. Tak, qani YouTube'ni ko'raychi. Voy, chinarsan nima? Ha, salom, siz aytganmidingiz yangi pomidorlar? Ha, men aytganim. Mana oling. O, katta rahmat sizga. Ha, qoyil, katta rahmat. Chinarsan choy chaqa bermoqchi edim, ketib qoldi. Mayli, o'zimga qoladigan bo'ldi. Qoyil, pomidorlarni olib kelishdi. Barra pomidorlar, qoyil. Mana bu boshqa gap. Ha, lekin birinchi navbatda hammaga salom do'stlar. Mening ismim aytgancha boya. Axir salomlashgandik. Ha, ertalab bo'lgan bo'lsa ham kamera yonib qolib ketibdi. Ha, mayli, ertalabdan uxlab qoldim. Endi mer kelib qolmasdan kelmayaptimi? Yo'q, mer kelmayapti. Mayli, demak, hozir bug'doylarni terib olishimiz mumkin. Aytgancha mer axir kecha tunda nima bo'ldi? Ha, bezori jitel nimagadir merni kuzatib yurgan edi orqasidan, ya'ni meni uyimning yonigacha. Qiziq, balki merni o'zidan so'rab ko'rarmiz nima bo'ldi ekan. Mayli, yoki bezorning yoniga borsam-mikin? Yo'q, merdan so'raganim ma'qulroq. Bezorni baribir ham bilmayman. Tak, mana ularni qo'yib chiqamiz hammasini va endi bu tarafga ham yaxshi, hammasi tayyor bo'ldi. Qoyil. Mana bu ferma chiroyli, eng chiroyli emas u qishloqda, lekin bizning rayonda chiroyli ekani aniq. Chunki boshqa ferma ham yo'q-da, menikidan boshqa. Xo'sh. Tak, qani janob mayor kirishga mumkinmi? Ha, assalomu alaykum. Va alaykum. Mana bug'doylarni olib keldim. Aytgancha janob mayor, xo'sh, kecha biror yerga chiqmaganmidingiz? Yo'q. Aniqmi? Ha. Mayli. Nima edi? Hech nima. Mer chiqmadim deyapti. Demak, yashiradigan narsasi bor. Chunki axir men o'zim ko'zlarim bilan ko'rdim chiqqanini. Bu esa oddiy narsa emas. Ha, mayli. Tak, hoy jitel. Ha, menga bepul uy bergan bor edi-ku, bezor jitel. Ha, shuni uy qayerda bilmaysanmi? Orqa tarafdagi katta uyda. Orqa tarafdagi, ha, orqangdagi. Orqamdagi katta, bu yerda faqatgina ko'znitsa bor. Ha, o'shada. Ha, ko'znitsani katta uy deysan. Ha, sen o'zing yashab turgan katta uy emasmi mana bu? Yo'q, ha. Umuman adashib ketdim. Ko'znitsa. Ha, ko'znitsa tushunarsan. Jitel bilan umuman gaplashib bo'lmaydi. Ahmoqmi deyman. Ha, mayli. Tak. Bezor jitel, shu yerdamisan? Bezor jitel. Ha, nima edi? Xullas, bezor jitel. Men bilaman, sen kecha merni kuzatib yurganing. Nima, uxlamayotganmiding? Yo'q, uxlamayotgan. Undan tashqari men aql past noob emasman. Ha, bilgandim uyni remont qilib olganingdan. Xo'sh, nima gap aytchi menga? Xullas, gap shundaki, mer qanaqadir yomon ishlar qilyapti. Yomon ishlar? Ha, shoshma, menga yordam bera olasanmi? Albatta yordam beraman. Xullas, qara, merni uyiga kirasan. Xo'sh, tomdan kirishing mumkin. U yerda eshik bor. Qo'shnini ko'znitsasidan sakrab o'tasan. Xo'sh, ana o'sha yerda, devorni buzasan, anaroq shiftni buzasan, keyin u yerda ikkitalik polka bor. Eng burchagida devorni, kravat yonidagi emas, boshqasi divan to'g'risidagi. Ana shuni sindirsang, safe bor. Safe, ha. Paroli bo'lmasa ham kerak. Shuni ichidan ko'rgin. Nimani ko'ray? Ichida nima borligini tushundim, hozir ketdim. Tak. Yaxshi, xo'sh, lekin nima qilsam ekan, ha? Qanaqasiga ko'znitsani tepasiga chiqsam bo'lar ekan? Bilmadim. Merni uyda eshik borligiga bor, ya'ni tepa tarafda, tomda, ammo qanday chiqsam ekan? Osilib chiqa olmasam, blok qo'ysam ko'rib qolishadi. Buni ichida hech narsa yo'q. Tushunarsan. So'rab olsam bo'lar ekan o'zidan yoki axlat baklarini qo'ysammikin? Bu yerda axir narvon bor-ku, jinursa. Mana shu narvonlarni hozir olsam, qo'yishim mumkin bo'ladi. Mana bu yerdan to'rttasini qo'ysam, "Ey, sen mening narvonlarimni nimaga olding? Oy bola, senga gapiryapman." Mengami? Ha, nima qilasan? Uzr, hozir qaytarib beraman. Aniqmi? Aniq qaytarib beraman. Ishondim, bo'pti. Ha, qarada, eslab qoldim o'zingni. Xo'p. Tushunarsan. Olsam bitta narvonni olibman, mashinasini olib ketganim yo'q-ku haydashga. Tak, bo'ldi, tepasiga ham qo'yamiz va endi chiqishimiz mumkin. Xo'sh, qani? Ha, uy endi menga ko'rinyapti, lekin qanaqasiga o'tib sakrab olsam ekan? Ha, qiyin bo'ladi shekilli. Tak, 1 2, tak, tushunarsan. Yo'q, hozir bu yerga baribir o'tganim bilan eshitib qoladi-ku. Yo'q, tak, hozir xabar yozamiz. Bezori jitel merni chalg'itib tur. Yaxshiyamki raqami qolgandi. Menda o'tgan safar gaplashganimdan so'ng o'yini bergandan keyin kechroq. Tak, tezroq kelsa bo'lar edi. Buni qaranglar. Tomi ham katta ekan-ku merni. Bir nima qursa ham bo'ladi. Oppa, hozir chalg'itaman. Davay. Yaxshi.
hozir chalg'itib tursa bo'lgani. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum. Xo'sh, nima deysan? Xullas, sizga bir gapim bor edi. Qanaqangi gap? Men ham fermer bo'lmoqchiman. Sen ham fermer bo'lasanmi? Ha? Seni ishing odamlarni urish, fermaga qarash emas. Yo'q, ha? Tepadan nima ovoz chiqdi? Qanaqangi ovoz? Ovoz chiqqanday bo'ldi. Yo'q, bo'lishdi shekilli. Qani, Oy, yo'q. Bu nima bo'lgani? Ko'rdingmi kimdir sakragandek bo'ldi? Yo'q, nimalar deyapsiz? Men ko'rdim, senga ko'rmaydi deraza. Tushunursin. Undan tashqari kirkam ham yo'q edi, do'stlar. Qanaqasiga sindiraman patologni? Ha, mayli bo'ldi o'sha yerda. Janob mer, menga ferma berasiz balki? Yo'q, bu yerda nimadir bo'ldi. Qani yurch ko'raylikchi. Ha, qiziq. Nima bo'ldi o'zi? Kimdir sakradi deyapman-ku senga, ko'rdim oyog'ini. Hayronman, nima haqida gapiryapsiz? Ochiq turibdi, qara. Nima? Vau, tomingizdan kimdir kirganga o'xshaydi. Ha, nima qilaman endi? Bilmasam, qulflaganingiz ma'qul. Ha, shunday qilaman, ketdim. Aha, qulf sotib oling. Sotib olaman. Tushunursin, ahmoq, aqli past noob. Men uni aqllimi deb o'ylasam, yo'q, rostdan ham noob ekan-ku. Endi nima qilaman? Ish qilib, podval qurish haqidagi xabar yozgandim. Borgan bo'lsa bo'ldi-da, menimcha. Ha, shunchaki aloqa qilmay qolganda. Xullas do'stlar, men xabarni tekshirdim va jitel bezor yozgan ekan. Tezda podval qurib qo'y har ehtimolga qarshi deb, lekin men bilmadim, podvalni bosh ko'radim, lekin mayli, qurganim bo'lsin. Chunki podval o'zimga ham kerak bo'ladi. Chiroyli podval qurmoqchi edim. Ha, mayli, okey, quramiz. Qursak quraveramiz do'stlar. Bizga umuman farqi yo'q. Va yozib yubordim, mayli, tayyor bo'ladi podval bir necha daqiqada deb. Tak, hozir shuni ishini boshladik. Lekin eng qizig'i shundaki, men baribir ham tushunmadim. Mer nima yomonlik qilishi mumkin qishloqqa? Axir u bu qishloqni nima desam ekan, egasi bo'lsa, shu qishloqqa qarasa, biz unga ishonsak, jitellar ishonsa, yo'q, menimcha shunchaki bu bezori tomi ketgan yoki ichaverib miyasi erib ketganda shuni orqasidan merdan nimagadir qo'rqib yuribdi. Bilmadim boshida nima buni, lekin merni seyfini ochib ko'rish albatta qiziq g'oya, ammo meni xayolimga kelmadi. Ha, do'stlar, masalan, baribir bu yerda nima topishimiz mumkin? Qurol deydi. Ha, odam uyda qurol saqlashi mumkin, ayniqsa seyfda, o'zini himoya qilish uchun. Chunki u mer bo'lsa, har qalay ikkinchi, uchinchi sort odam emas, bomj yoki o'g'ri, jinoyatchi bo'lmasa, u o'zini himoya qilish kerak. Shuning uchun ham albatta yonida qurol bo'ladi. Seyfida, ayniqsa u qadar qurol bo'lsa, albatta seyfda saqlaydi. Shuning uchun ham umuman tushunmayapman. Ya'ni bu yerda qurol bo'lganda nima bo'lgan bo'lardi? Ha, mayli, tak, davay kellar, bularni hammasini terib olamiz va qo'yib chiqamiz. Vaqtgina yetsa bo'lgani, mana bu doskalar. Xo'sh, da yetdi, buni qaranglar, ideal. Ha, qoyil 20 ta bo'lsa 20 ta da. Tak, endi esa devorning bu tarafini olib tashlaymiz-da, shu yerga ham oddiy sariq doskalarni qo'yishni boshlaymiz. Tak, yomon emas, devorning bir qismi tayyor. Endi esa bu tarafini ham qo'yishimiz kerak. Toshni qo'yamiz. Tak, menga hozir verstak kerak bo'ladi va bu yerda narvon yasab olamiz. Qo'yib teparoqqa ham chiqishimiz mumkin bo'lishi uchun mana narvon ham tayyor, ortiqcha cho'p va bo'ldi. Mana endi narvon aniq 100% tayyor. Qo'yamiz. Qoyil, buni qaranglar, bemalol endi chiqib tushish mumkin. Xo'sh, mana bu yerda ham bittasini olib tashlashimiz kerak. Yerni adashib qo'yib yubordim va mana bu boshqa gap. Mana bu chiroyli podval bo'ldi. Ha, hayron qolishi aniq. Bo'ldi, bularni tashlaymiz va hozir o'ylashimcha bezorning yoniga borishimiz mumkin yoki merning yoniga borsammikin, baribir o'zidan so'rab ko'rsammikin, nima uchun buncha yopishib oldi ekan unga bezor? Hatya yo'q do'stlar, tak. O'zi qayerda ekan? Ha, mana uyda o'tiribdi. Tushunursan, qaysi tarafga qarayapti? Ha, o'sha yerga qarayapti. Gapirib qolgandi-ku, kimdir tushganday bo'ldi, oyog'ini ko'rdim deganday. Ha, mayli, tak, bo'ldi, ketdik. Hozir aylanib o'tamiz. Bizni ko'rmagani ma'qul umuman. Yaxshisi ushtonimni almashtirishim kerak, lekin boshqasi yo'q, skin ham yo'q. Ha, mayli, shuning uchun ham hozir ketdik. Bezorning yoniga boramiz. Jitel ko'rinmayaptimi? Yaxshi. Tak, bizni ko'rmagani ma'qul. Xo'sh, bezori, hozir buzma eshikni, ke. Xo'sh, nima bo'ldi? Hech narsa bo'lmadi. Qanaqasiga hech narsa bo'lmadi? Nima bo'lish kerak edi? Qurdingmi? Ha, qurdim. Aniqmi? Aniq qurdim. Qoyil, qani? Nima? Isboti. Nimani isboti? Podval? Yur ko'rsataman. Ha, rasmga olib kelmadingmi? Yo'q. Davay, yur ko'rsataman. Aniqmi? Ha, mayli, yurchi. Davay, ketdik. Ha, jinursin, nimaga bunday gapiryapsan? Qanday? Tak, shoshma. Men bor ekan sen. Xo'p. Yo'q, rostdan men qarab o'tiribdi. Davay kel. Hozir, tak, sekin. Tak, do'stlar, asta-sekin o'tib ketamiz va bo'ldi. Podval nimaga kerakligini bilasanmi? Nimaga? Ha, merni qamash uchun. Nima? Merni qayoqqa qamaysan? Meni podvalimgami? Ha? Kakras, ha, xuddi shunaqasi kerak bo'ladi bizga. Shoshma. Nimaga? Nima uchun qamamoqchisan? Chunki men senga xabar yubordim-ku. Qanday xabar?
Shu qurollar mernikimi? Ha? Tushunursin, bo'lishi mumkin emas. Ha, o'sha merniki. Yo'q, ha. Ishonmayman. Qanaqasiga ishonmaysan? Shu qonli qurollar bu merniki, shuning uchun buni yomon ko'rib qoldim. Lekin baribir buni meni uyim tagiga qamashimiz shart emasdir. Nima deysan? Shart. Ha, mayli, davay. Bo'la qol. Oh, tushunursin. Tak, nima qilishim mumkin? Balki merni aldarman, uyimga olib kelsam. Ha, o'shlab urib o'tirmasdan. Yomon gap emas, do'stlar, yaxshi g'oya. Tak. Janob mer, ha, xullas meni uyimda bir muammo chiqib qoldi. Shuni ko'rib bermaysizmi? Nima muammo? Nima desam ekan? Xullas menga uy berganda ekan u Jitilbom. Jitilbom emas, Jitil bezori. Xo'sh. Xullas shu bilan muammo chiqdi. Yuring ko'rsataman sizga. Mana rasmi. Rasmi, bu qurollar qayerdan topding? Ha, yursangiz ko'rsataman. Keling. Do'stlar, bo'ldi. Hozir uyimga keladi va o'sha yerda Jitil merni qamab qo'yamiz. Sizlar esa keyingi videogacha kanalga obuna bo'linglar va like bosing.